Agar rasm tasviri yoqmasa, teskasini o'girib, oq fonida ishlatishingiz mumkin. Ya'ni mana bunday. Kamtarlikni xush ko'ruvchilar uchun esa oddiy oppoq ko'rinishda, ya'ni teskarisini qilib yozsangiz, oppoq font bo'ladi. Konditsioner havosini to'suvchi, ya'ni защитный ekranlarimiz endi 20 ming so'mdan ko'rishingiz mumkin, sifati a'lo. Demak, ikki tarafini ishlatishingiz mumkin. Tasvirli tarafi, rasmli va orqa tarafini o'girsangiz, oq tarafini ishlatishingiz mumkin. Oq fon bo'ladi. Sifati a'lo. Oldi tarafida esa teshiklari bor. Shu tarafidan havo chiqadimi, yo'qmi deganlar uchun aslo yo'q, havo chiqmaydi. Yurachani rangini o'zgartirish esdan chiqmasin, videoni yaqinlarimizga borib qo'yamiz. Qatgacha. Podpisatsiya tugmasini bosishni unutmang. Bizni kuzatishda davom eting, Xonbek aka. Gavrasizlar.